Assalomu alaykum, hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsligimizning 17-darsini o'qiymiz. Endi biz bugungi darsimizda yana shu hadis tarjima o'rnaklarining davomini o'qiymiz. Bizning bugun o'qimoqchi bo'lgan tunji hadisimiz Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن رواه البخاري. Hamda biz bu hadisning oldi bilan yeshmi tarjimasini qilamiz, uningdan keyin o'lchamlik tarjimasini qilamiz. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Yoki Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. La yazni az-zani hina yazni. Zina yazni degan zina qildi, zina qiladi degan gap. La yazni az-zani degan gap, zina qilmaydi bir zinaxor hina yazni va huwa mu'min. Hin degan gap vaqtda bir vaqt ravishi. Zina qilgan vaqtida u mu'min holatida. Ya'ni zinaxor mu'min holatida qana qilmaydi, zina qilmaydi. Demak, zina qilgan holatida uningdan iymon ko'tarilib ketadi. Va la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Haraqni u mu'min holatida ichmaydi. Ya'ni ichmaydi. Haraqni ichgan vaqtda u mu'min holatda degan gap. Mümin halatda qana qilmaydi, haraq ichmaydi. Va la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Mümin halatda qana qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi. Bir tartib bo'yicha tarjim qilsak, o'g'irlik qilmaydi, o'g'irlik qilgan vaqtda u mu'min halatda degan gap. Mu'min halatda qana qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi. Va la yantahibu nuhbatan. Bulanchilik qilmaydi bir bulanchilikni. Nuhba degan bulanchilik, yantahibu pili, ya'ni bir bulanchilik qilmaydi. Qanda bulanchilik yarfa'un nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Kishilar uningga qaraydigan, ko'taradi kishilar uningga u bulanchilikda fihadagi zimra, u bulanchilikda ko'zlarini. Demak, kishilar ko'zni ko'tarib qoliqudek darajadagi bir bulanchilikni va huwa mu'min, u mu'min holatida qana qilmaydi deydi. Endi bu yerdagi kishilar uningga ko'zini ko'tarib qoliqudek degan gap nima degan gap deganda arablar mushunga o'xshash bir iboralarni ishlatadi. Demak, kishilarning mushundaq bir ahamiyatini tatqudek, diqqatni tatqudek darajadagi bir bulanchilikni mu'min holatida qanday qilmaydi deydi. Mana bu yeshmi tarjimasi. Demak, bu hadis mu'min holatida bir odam qanday qilmaydi, zina qilmaydi, mu'min holatida haraq ichmaydi, mu'min holatida o'g'irlik qilmaydi, mu'min holatida qanday qilmaydi, bulanchilik qilmaydi. Mushu ishlar yuz bergan vaqtida u mu'min holatida bo'lmaydi deydi. Demak, bu mush ishda, mushni qilganda mush ishda mu'minlardan emas. Endi bu o'lchamlik tarjimasi Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan mundaq deganligi rivoyat qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: bir zina qiluvchi zina qilayotgan chaqda mu'minlik holatida zina qilmaydi. Bir o'g'irlik qiluvchi o'g'irlik qilayotgan chaqda mu'minlik holatida o'g'irlik qilmaydi va haraq ichayotgan chaqda mu'minlik holatida haraq ichmaydi. Bulanchilik qilayotgan chaqda kishilar ko'zlarini ko'tarib qaraydigan bir bulanchilikni mu'minlik holatida qilmaydi deydi. Demak, bu iymonninki zid ahvollar. Bu iymon bilan zina bir ekanmaydi. O'g'irlik bilan ekanmaydi. Bu hammasi mu'mindan yuz beradigan ishlar emas. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Endi bu hadisni boshqa tushunmagandek alohida murakkab yerlari yo'q. Endi masalaga ishga doir hadisni tafsir qildim. Birinchisi an Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Kimiki Allohga qanday qilsa bir narsani shirk keltirmay o'lib ketsin bo'ldi. Qonunizdan tarjima qilingan. Ikkinchisi an Jabir radhiyallohu anhu qol sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, u mundaq dedi:
anladım ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mundaq deydi. Yani Resulullah'ın mundaq deganligini qanday qildim? Anladım. İnne beyne'r raculi ve beyne'ş-şirki vel kufri terkus salat. Bir adamninki o şirk ve küfürle o'ttirisdiki narsa nima? Terkus salat, namozini tashlash. Bir adamninki küfür, şirk bilan o'ttirisdiki bir farq, uninki o'ttirisdiki narsa nima? Namozni tark etish. Bir adamni küfürden, şirkden farqlantiradigan narsa namozni tark etish deydi. Namozni tark etgan men musulmon deb yurgan bilan uninki küfürden farqi yo'q. İkinci hadis buga qo'ydigan عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. أبي هريرة رضي الله عنه دن رواية قلب مندق دده. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivoyat qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah" deydi. Ma belki nafi. Jug'lashmidi bir qavm, bir jamoat Allohning uylaridan bir uyga Allohning kitoblarini tilovat qilib va yatadarasun va uni o'gin darslik qilish degan gaplar, uni o'ginib fima baynahum o'zaro fima baynahum o'zaro o'ginib mushundaq bir o'ga yig'ilishmidi illa. Endi illodan ilgari kelgan jumla bo'lishsiz bo'lib qolsa, shuni kuchaytirib bo'lishlik shaklda, illodan ilgari jumla bo'lishib bo'lib qolsa, shuni kuchaytirib bo'lishsiz shaklda tarjima qiladi. Unda bo'lsa biz bir qavm yoki bir jamoat Allohning uylaridan bir uyda Allohning kitobini tilovat qilib va uni o'zaro muzokara qilib yig'ilishgan bo'lsalar, illo bilan ma'no qo'shib tarjima qilamiz. Yig'ilishgan bo'lsalar nazalat alayhimus sakina. Tushdi ularga tinchlik va yo'gidi ularni rahmat va haffathumul malaika va qo'rshidi ularni farishtalar deydi. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Endi buning o'lchamlik tarjimasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan bir qavm Allohning kitobini tilovat qilgan va uni o'zaro fima baynahum deb o'zaro o'rgangan holda Allohning o'ylaridan bir o'yga yig'ilib o'ltirdiganli bo'lsa, o'ltirdiganli bo'lsa degan gapni majtama'un illodan chiqadi. Jug'lashmidi, faqat jug'lashgan bo'lsa degan gap. O'ltirganli bo'lsa, ularga xotirjamlik, sakina, tinchlik, ya'ni xotirjamlik tushidi, ularni rahmat qoplaydi, g'ashi degan gap qopladi degan gap. Farishtalar ularni qanday qildi? O'rib oladi, qo'rishaydi, o'rib oladi va Alloh ularni o'z huzurliklar orasida tilga oldi. Hadisning oxirisi bu yerga yozilmay qoldi. Oxirisi bor. Ya'ni uningki Alloh ularni o'z huzurliklar orasida qanday qildi? Tilga oldi. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Shuning bilan bizning bu tarjima darsligimizdagi hadis o'rnak tarjimalarimiz mushundan oxirlashdi. Endi hadislar kelib qolsa, mushunga o'xshagan tarjima qilsanglar bo'ldi. Ko'p hollarda agar hadisningki so'zlik ma'nosini qolmasanglar, lug'atga murojaat qilishdan ilgari şu hadisning sharhisiga, yashmisiga, arabcha sharhisiga qarasanglar, texmo uni lug'atdan bakroq to'g'ri holatda tushunalasizlar. Unda bo'lsa o'qitishlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت